Unda uning alomatlari haqida aytib bering deganida alomatlardan shuni sanadiki, yalang oyoq, yalang'och, notayin qo'y boqarlar binolarni musobaqaga bir-biridan kim o'zlariga baland soladi deydi. Ya Rasululloh, bu yalang oyoq, yalang bosh, betayin cho'ponlar kim deganda arablar deydi. Mana Dubayda qarang, boshqa arab mamlakatlarini qarang, ana shu baland binolarda solishida musobaqa o'ynayapti. Bizda yo'q unaqa binolar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni nima deb javob beryapti? Arablar deyapti. Bo'lyaptimi? Birodarlar, oxir zamon haqida aytilgan alomatlarning maydalari, ya'ni kichik alomatlari qoyim bo'ldi, kattalariga qoldi faqat. Endi Alloh saqlasin, kattalardan bittasi boshlasa zohir bo'lishlaydi. Qolgani xuddi tasbehda ipini uzib qo'ysangiz, birinikidan ikkinchisi shotirab tushib ketgandek, birini quvib ikkinchisi keladi.